Tarix qatlarida sinoat ko'pmish. Bir aylanib kelay, kutib ol o'tmish. Yangi ixtiroyim bor. Amirga hadya. Kim ekan? Ixtirochi qariya. Ilova yaratdim. Onlayn ishlaydi. Ay, qo'lingni ol. Buni bunday ishlaydi. Saroyda internet bormi? Bormi yo'q, ayting. Internet? Boshini olaymi? Qanday jur'at etding? Nimachi? Wi-Fi-chi? Qanday hadding sig'di? Tilini kesinglar. Jallod, qaychi? To'xtang. Donishmandlar ham aytgan. Avval murosa. Sizlarga faqat kesa-kes, chopa-chop bo'lsa. Saroyda boshqa qilich yo'q ekanmi? Nima, bu qilich bilan daraxt chopganmi? Tanishing. Xazna bu. Shaytonning matohi. Elektron g'azna bu. Endi xazinangiz shu yerda turadi. Buni na qaroqchi, na o'g'ri uradi. Mana ko'ringlar. G'aznangizga ko'z tutdi. Elektr stuliga o'tkazib qo'yinglar. Juda qo'rqib ketdim. Avval elektrni tortib kelinglar. Qiynab o'ldirishga sizlar chempion. Ilm va innovatsiyaga hammang qo'rqiyon. Sizlar ham bunday shamda emas, chiroqda o'tiringlar. Aybdorman, kechiringlar. Xaznada chiroqqa ham to'lov bor. Kanizaklarmi? Qizlarjon, bir pas jim turinglar. 5 million so'mgacha o'tkazma foizsiz. Kimga gapiryapman o'zi? Voy! Kommunalga ham, gazga ham shundan to'laysiz. Hali gaz ham yo'qdir. Mayli, qishgacha o'lmaysiz. Xaznani ishlating, foydasi tegadi. Xazinangiz ot arabada emas, kissada yuradi. Kanalga to'kilib, sochilib ketmaydi. Cho'ntagida turadi. Hali bolsheviklar kelsa kerak bo'ladi. Saroyingizni qarang. Odam zerikib o'ladi. Bitta internet ulab qo'yinglar. Jimlik, matohini bu yoqqa olinglar. Xizmat haqiga 1 tillo beringlar. 1 tillo? Kurs qancha hozir? Dardingni kimga aytasan? Enangni qozi. Mayli, men rozi. Xalq banki kartamga o'tkazib yuboringlar. Dadilligi uchun zar chopon kiydirib, boshini tanasidan judo qilinglar. Bu qanday ishlaydi? Kimdir bildimi? Pin kodi bor ekan. Qariya o'ldimi? Tarixni o'zgartirish qo'limdan kelmadi. Telefon uxladi. Harna choponlik bo'ldim. O'rni to'ladi. Xaznam hali kelajakka kerak bo'ladi. Xo'sh ko'raylikchi, qaysi yilga tushdim? 37-mi? Endi qo'lga tushdim.